Shahboz aka, o'zi Xitoydan yuk zakaz qilganda necha kunda keladi yuk va necha kungacha kechikib qolishi mumkin tovar? Endi u tovarni Xitoyning ichidan qanaqa yo'l orqali olib kelishga bog'liq birinchisi. Misol uchun furada bo'ladigan bo'lsa, o'rtacha 13 kun, eng tez kelganda 11 kunda ham keladi. Hech qanaqa muammo bo'lmasa agar 11-12 kunda ham kelganlari bo'lgan. O'rtacha olib aytganda 15 kundan 18 kungacha rashodda olsa bo'ladi-da. Agar endi unda ham yo'ldagi ob-havo sharoitlarini fors-major holatlari inobatga olinadigan bo'lsa, ozgina kechikishi mumkin albatta. Hech kim baribir yo'lga javob bermaydi. Maksimum qancha kechikishi mumkin? Maksimum kechiksa agar bir 5 kun, maksimum bo'lsa bir hafta 10 kun bo'ladi. Maksimum kechiksa agar. Maksimum shu 20-25 kunlarda kelishi mumkin. Maksimum fura bilan kelsa, Xitoyning ichidan shunaqa. Fura bilan kelsa. Chunki o'zi hisoblasangiz 5 kunda chegaragacha keladi, 2 kun, 3 kun dokumentatsiyasi ketsa, Qirg'izdan kelib to O'zbekistonga kirguncha ham bir 3 kun, 4 kun ketsa agar shu plus minus 15 kun bo'ladi-da.